Hammaga salom. Sizlarga qanday qilib Minecraft modini va mod Minecraft o'rnatishni hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Birinchi bo'lib biz Instagramdan poiskga o'tib Hoji Akbar degan birinchida chiqqanga kiramiz va ilovalar Xboxga kirib yuklash bo'limiga o'tamiz va продолжить deb bosganimizdan so'ng bizga start tugmasini bosamiz va 4 ta kanalga obuna bo'lamiz. 2 ta 3 ta va 4 ta. Sizdan shunday chiqqanda masabda buzmasdan shunday obuna bo'lib qo'yish nima qilmaydi. Bam. Yana bitta chiqdi. Obuna bo'ldik. Teksturasini bosamiz va o'timizga xush kelibsiz va keyingi qatorga o'tamiz. Minecraft turgani bo'ladi va mana shu ikkalasini tortib olasizlar. Tortganingizdan keyin birinchi o'rinda Minecraftga kiramiz. Ruxsat tugmasini bosamiz va kirib ketgandan so'ng setting tugmasini bosamiz va profil degan joyga mana shu ikkalasi ochiq bo'ladi va ikkalasini yoqib qo'yamiz. Va Apple Action'da turgan bo'ladi. Va biz mana shunga o'tkazib qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa bizda mod ishlamaydi. Keyin qiladigan ishimiz kreativ va yangi zona ochishimiz kerak. Kreativ normal chit ochib turadi, chitni yoqib qo'yamiz. Va yangi zona ochganimizdan so'ng ochdik va saqlanib qilib chiqib ketamiz. Va keyingi bizga kerak bo'ladigan ilova building. Bu yerda xohlagan o'zingizga yoqqan uylarni qursangiz bo'ladi. Anime qahramonlaringizni xohlaganingizcha uy qursangiz bo'ladi. Masalan, men mashina qurmoqchiman va Moymerga kiramiz. Va qayerga qurishimizni ko'rsatamiz. Mana biz shu yerga qo'yamiz. Qo'yganingizdan so'ng biroz kutamiz. Biroz kutganimizdan keyin ozgina reklama ko'rish kerak. XM demo musobaqalariga qo'shiling. Yechib olinadigan Chiqamiz va Doni va Minecraftga qaytib kirganimizda ko'rishingiz mumkin tayyor qurilgan. Videoni men aytganimdan qiling va sizda albatta o'xshaydi. Rahmat.